odamlarning uzog'ini yaqin, mushkulni oson qilish dunyodagi eng oliyjanob va savobli ishlar qatorida turadi. Biz bunyodkor yo'lsozlarni o'z hayotini ezgu ishlarga bag'ishlab, elning duosi va rahmatiga sazovor bo'layotgan zahmatkash va jonkuyar insonlar deb bilamiz. Mehnatingizdan doimo baxt va baraka toping. Yana bir marta yo'lchilarga rahmat deb aytamiz. Nurli nurli manzillar, ravon ravon yo'llar bu, ustunlari bardoshdan baxtga tomon yo'llar bu. Kunlar oydin, oqshomlar oy nuriga belangan, O'zbekiston yo'llari jon tomirga ulangan. Do'stlarga quchoq ochib, qadamlarga gul sochib, karvonlarga yo'l ochib, mardlar qurar yo'llar bu. Yangi yangi yo'llarda nurlashgan vatanimsan, buyuk ipak yo'lida birlashgan vatanimsan. Yo'l boshida otalar duo bergan yo'llar bu. Yurt boshim boshlab bergan, Xizr kirgan yo'llar bu. Xalqqa xizmatim degan, oliy ne'matim degan, elim, millatim degan mardlar qurar yo'llar bu. Kunlar oydin, oqshomlar oy nuriga belangan, O'zbekiston yo'llari jon tomirga ulangan. Kelajakka boqqanlar, oltin kamar taqqanlar, Allohimga yoqqanlar, mardlar qurar yo'llar bu. Yurtboshimning niyati, asriy armon hikmati, O'zbekning shon davlati, mardlar qurar yo'llar bu. Kunlar oydin, oqshomlar oy nuriga belangan, O'zbekiston yo'llari jon tomirga ulangan.